irodasi va orzu o'ylarining ifodachisi, haqiqat va adolat kuychisi bo'lib kelgan. Shuning uchun ham mamlakatimizda xalq ma'naviyatining g'oyat muhim va ajralmas qismi bo'lgan adabiyotni rivojlantirish, shoir va yozuvchilarimizning mashaqqatli mehnatlarini qadrlash, rag'batlantirish borasida sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Shunday insonlar qatorida taniqli shoir va adib, Do'stlik ordeni sohibi Farid Usmonni aytishimiz mumkin. Joriy yilda ijodkor o'zining 80 yoshini qarshi oladi. Ana shu munosabat bilan joylarda shoir tavalludiga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ijodiy uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Farid Usmon qalam bilan qalbni zabt etgan ijodkor. Buloqboshi tumanidagi 29-umumta'lim maktabida o'tkazilgan ijodiy uchrashuv ana shu fikrning amaldagi ifodasi bo'ldi. Tadbirga shoirning yaqin do'stlari, ijodkorlar, mahalla ahli hamda maktab o'quvchilari keng jalb etildi. Bu esa adabiyotga bo'lgan qiziqishni ko'paytirish, yoshlarning ma'naviy merosga bo'lgan muhabbatini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Farid Usmon bilan bo'lib o'tgan adabiy kecha juda ham ajoyib bo'ldi. Farid Usmonning o'ziga to'xtaladigan bo'lsam, uning she'rlarini o'qish davomida men undagi qofiyalarning ketma-ketligi va so'zlarning qanday terib olinganligi menga o'zgacha bir zavq berdi. Adabiyot insonga zavq bilan birgalikda fikr, mulohaza va uning salohiyatini ko'tarishiga xizmat ham qilishi kerak. Farid Usmonning she'rlarida esa bu narsani yaqqol ko'rish mumkin deb o'ylayman. Uchrashuv davomida so'z olganlar Farid Usmon ijodining o'ziga xos jihatlariga to'xtaldilar. Ta'kidlanganidek, shoir sharq she'riyatining nozik va murakkab janrlaridan biri. G'azalda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ularni sodda va ta'sirchan tarzda ifoda eta olgan ijodkordir. Uning she'rlarida samimiylik, rostgo'ylik va xalqona ruh ustuvor. Ayniqsa shoir qalamiga mansub asarlarning qo'shiqqa aylanib, keng omma qalbidan joy olgani uning ijodiy ta'sir doirasini yanada kengaytirgan. Tadbir davomida yangragan shirinliging, shakkarliging, o'shal damlar, oqqush kabi qo'shiqlar va o'quvchilar tomonidan o'qilgan she'rlar zalda o'ziga xos ijodiy muhitni shakllantirdi. Men nazarimda uchrashuv taassurotlari yoshlarda ham, keksa otaxonlarda, mahallaning onaxonlarida juda yaxshi taassurot qoldirdi. Mana shu uchrashuvni tashkil qilgan, chiroyli tadbir o'tkazgan maktab jamoasiga bir ijodkor sifatida o'zimning minnatdorchiligimni izhor qilaman. Men xursand bo'ldim, rahmat dedim e'tiborlari uchun. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bu tadbirlarning hammasi yurt tinchligidan, yurt osoyishtaligidan, xalqimizning hayotini farovonligidan deb bilaman. Tadbir davomida ijodkorlar tomonidan maktab kutubxonasiga kitoblar jamlanmalari sovg'a qilindi. Shundan anglash mumkinki, bu kabi uchrashuvlar nafaqat bir ijodkor faoliyatini targ'ib qiladi, balki yoshlarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Zero, zamonaviy axborot oqimi kuchaygan davrda adabiyot insonni fikrlashga, tahlil qilishga va hayotga kengroq nigoh bilan qarashga undaydigan muhim vosita bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Liberal demokratik